بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين Elif, Lam, Ra. Bu roşen kitap ayetleridir. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Şüphesiz ki sileni düşensun dep onu Arapça Kur'an kılıp nazil kıldık. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Bu Kur'an'ı sana vahiy kılış arkalık en çıraylı kıssını sana bayan kılıp verimiz. Bunundan burun bu kıssadan hakikaten bir haber idin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Öz vaxtida Yusuf öz atısıga. Ey ata, men hakikaten düşümde 11 yıldızның ve ay bilen günның bana secde kılgınını gördüm dedi. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين Atısı yani Yaqub aleyhisselam, ey oğlum, düşünni qerindaşlarına etmegen, sana suikast kılıp kalmasın. Şeytan insanga hakikaten aşkarı düşmendir dedi. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم Şununla yani sana ulug tuş göstergeniga o'xshash Rabbing seni peygamberlik tallaydı. Sana tush tabirini bildirdi. Ecdatların İbrahim, İshaqlarga ilgiri Allah'ның özünün ulug nimetini berginidek sana mı Yaqub avladığı mı özünün ulug nimetini berdi. Şüphesiz ki Rabbin öz merhametiga kimning loyiq ekanligini obdan bilguchidir, hikmet bilen ish qilguchidir. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Yusuf ve qarindoshlarida, yani ularning qissasida so'rg'uchilar uchun Allohning qudratini ko'rsatib beradigan haqiqiy nurg'un alomatlar bor. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين Öz vaqtida ular Yusuf ve onun qarindoshi, yani Bunyamin, atimizga bizdanmi söyümlükdür. Halbuki biz küçük cemaatdirmiz. Atimizning bu ikkisini bizden artık görüşü elbette roşen hatadır deyişti.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ula Yusufni öldürüp etinglar yoki uni yiroq bir chet joyga tashlab etinglar. Shu chaqda otanglarning muhabbati sizlarga qoladi. Ondan keyin tavba qilib yaxshi odam bo'lib ketsizlar deyishdi. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Ulardan biri söz qilib, Yusufni o'ltirmanglar, uni quduq tashlab etinglar, uni yo'ldan o'tgan karvon ilvason dedi. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Ular aytdi: "Ey atamiz, nimishqa Yusuf to'g'risida bizga ishonmaysan? Halbuki biz onunğa haqiqatan yaxshi niyatdamiz. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Ata uni bizga qo'shib qo'ygan, yeb ichib o'ynab kulib kirsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Yaqub uni yani Yusufni elib ketsanglar, rastilla xotirjam bo'lanmayman. Sizlar g'aflat qilib uni bo'ri yeb qo'yishidan ansirayman dedi. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Ular biz küçlük bir cemaat urukluq uni bo'riga yegizib qo'ysak, u chaqda biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Ular Yusufni elib chiqib ketgan va uni quduqqa tashlashni birdek qaror qilishgan chaqda biz Yusufga kelgusida ularga bu ishni sening Yusuf ekanligingni ular uqmaydigan paytda aytgin deb vahiy qildik. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Ular kechda otasining oldiga yig'lab kelishdi. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Ular ey atamiz Yusufni narsalarimizning yanida qo'yib yugurishkili ketib qolibdiq. Uni bo'ri yeb ketibdi. Rost gap qilsaqmi sen bizga ishonmaysan deyishdi. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Ular Yusufning ko'ngligini yolg'ondan qonga bo'yab elib kelishgan edi.
Yaqub, bu ishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qiyg'izibdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Sizlarning mushu yolg'on so'zinglarni ko'tarishimga Alloh madadkordir, dedi. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Bu yerden bir karvan öttü. Ula suçsini su ilip kelishga avatdi. U so'g'isini quduqqa tashladi-da, "Xo'sh xabar, mana bir o'g'il bola", dedi. Ular uni tijorat meli sifatida maxfiy tutishdi. Ularning qilmishlarini Alloh bilib turg'uchidir. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Ular Yusufni sanoqliq bir qancha tangiga azon bahoda setib etdi. Chunki ular Yusufga qiziqmagan edi. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Uni setib olgan Misrlik odam ayoliga, "Uni yaxshi kutgin, bizga asqatar yoki bola qilib olamiz", dedi. Shuningdek, ya'ni Yusufni quduqdan qutqizganimizdek, Yusufni zaminga yerlashtirdik. Uningga tush tabirini o'rgatdik. Alloh xohlagan ishni amalga oshirishga qodirdir. Lekin insonlarning to'lisi buni uqmaydi. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Yusuf qironiga yetganda uningga hikmat bilan ilm ato qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni shundoq mukofotlaymiz. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Yusuf turvatqan uydagi ayol, ya'ni Zuleyxa, Yusufdan o'z bilan munosabat o'tkazishni talab qildi. U ishiklarni taqib etib, "Beri kel", dedi. Yusuf, "Alloh panoh bersin. U, ya'ni ering haqiqatan mening xo'jayinimdir. U meni yaxshi kutdi. O'ziga zulm qilguvchilar haqiqatan nijot topolmaydi", dedi. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. U, ya'ni Zuleyxa, Yusufga yaqinchilik qilishga bel bog'ladi. Rabbining ro'shan dalilini ko'rmagan bo'lsa, Yusufmu uningga moyil bo'lgan bo'ladi. Biz Yusufni gunohdan
ve set işten en şundak sakıldık. Şübhisiz ki Yusuf bizden sadık bendilerimizden idi. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Ulanın her ikisi Yusuf çıkıp ketiş üçün, Züleyxa onu qaytırıp keliş üçün ishikka qarab yugurishdi. Bu çağda u, yani Züleyxa, Yusuf'nun ko'ngligini arkasından tartib yirtib etdi. Ishik oldida onun, yani Züleyxa'nın eri bilan do'qurishib kelishdi. U, yani Züleyxa, senin ahliyangni dafsanda qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlash yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak dedi. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Yusuf, u, yani Züleyxa menden münasebet ötküzüşünü talep kıldı dedi. U, yani Züleyxa'nın ailesidekilerden biri guvahlık berip, Yusuf'nun ko'ngliki oldidan yırtılgan bolsa, onun, yani Züleyxa'nın sözü rast. Yusuf'nun sözü yalgan. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Yusuf'nun ko'ngliki arkasından yırtılgan bolsa, onun, yani Züleyxa'nın sözü yalgan, Yusuf'nun sözü rast dedi. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. O, yani Züleyxa'nın eri, Yusuf'nun ko'nglikinin arkasından yırtılganlıqını görüp, ey ayollar camiasi, bu çoqum sizlarning hilanglardir. Sizlarning hilanglar haqiqatan cho'ngdir dedi. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Yani etti. Yusuf, bunu sözlep yürümegen. Ayalım, sen öz günahınga kechirim so'ragin. Sen hakikaten hatalaştın. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Şeherdeki bazı ayollar Azizning xotini qulig'i ko'yib qilib, uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilibdi. Biz uni albatta oshkor ozg'on deb qaraymiz deyishdi. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. O, yani Züleyxa, ularning gap so'zlarini anglab, ularga mehmondarchilikqa chaqirib, odam evetdi. Ularga yo'linadigan teki yostiqlarni tayyorladi. Ularning har biriga birdan pichoq berdi. Züleyxa Yusufga, sen chiqib ular bilan ko'rishgin dedi.
Ular Yusufni ko'rib, hang-tang bo'lib qolishdi va o'zlarining qo'llarini kesib olishdi. Ular bundaq chiroyli insonni yaratgan Alloh pokdir. Bu odamzod emas, faqat bir esil farishtadir deyishdi. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. O, yani Züleyha, mana bu sizlar onun üçün meni ayıplagan heliqi odam. Men onundan munosabat o'tkazishni talab qildim, lekin u o'zini chin saqladi. Agar u yanala buyruqimni qilmasa, cho'qim zindonga tashlandi. Cho'qim har odam bo'lib qoladi dedi. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Yusuf, ey Rabbim, bana ula ündigen nesiden köre zindan söyümlüktür. Eğer ulanın hilisini mendin dep yıkılmasan, insançılıkta ulağa mail bolup kalımen, nadanladım bolup kalımen dedi. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Rabbi onun duasını icabet kılıp ulanın hilisini Yusuf'tan dep yıkıldı. Allah hakikaten hemmini anlap turguçudur, hemmini bilip turguçudur. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Andın ula Yusuf'nın begunah ekenligiga dair pakitlarni ko'rgandan keyin uni bir mahal qamab qo'yishni loyiq topdi. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Zindanga Yusuf bilen iki yigit birga kirgan edi. Ularning biri men tushimda o'zimni haqiqatan üzümden haraq setiyotgan ko'ribdiman dedi. İkincisi men tushimda o'zimni haqiqatan beshimda non ko'tarib turgan, nonni qushlar yeyotgan ko'ribdiman. Tabirini bizga aytib bersang, biz seni haqiqatan yaxshilik qilg'uchilardan, ya'ni tushga ta'bir berolmaydiganlardan deb qaraymiz dedi. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Yusuf aytdi. İkkinlarga sirtdan tamoq kirishdan burun onun nima ekanligini sizlarga aytib bera olmayman. Bu Rabbim menga bildirgan narsalardandir. Shubhisizki men Allohga iymon etmaydigan, oxiratni inkor qiladigan qavmning dinini tashladim. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس
ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Men ecdatlarım İbrahim, İshak, Yaqublarning diniga ergashdim. Hech qandaq narsani Allohga shirik keltirish bizga loyiq emas. Bu Allohning bizga va insonlarga qilgan marhamatidir. Lekin insonlarning to'lisi shukr qilmaydi. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Türmedash ag'inalar, tarqaq ko'p ma'budlar yaxshimi yoki qudratlik bir Alloh yaxshimi? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilayotganinglar faqat sizlar o'zinglar va ota-bobonglar atib olgan nomlardan iborat. Allohning shiriki bo'lish to'g'risida hech qanday dalil tushirgani yo'q. Barcha hukm faqat Allohga mansub. U sizlarni faqat o'ziga ibodat qilishga buyurgan. Bu to'g'ri dindir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Türmedash ag'inalar, sizlarning biringlar zindondan chiqib xo'jayinga haroq quyib berdi. Ya'ni saqiylik vazifasini o'taydi. Yana biringlar darg'a isiladi. Kallasini qushlar yeydi. Sizlar so'ragan ishlar hukm qilinib bo'ldi. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Yusuf ularning ichidagi o'zining qutulishiga ishongan birsiga, ya'ni Saqiga, meni xo'jayiningning oldida aslab qo'ygin degan edi. Xo'jayinining oldida Yusufni aslab qo'yishni shayton uningga unuttirdi. Yusuf zindonda bir necha yil yetib qoldi. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Padişah aytdi: Men haqiqatan tushimda 7 urug' kalının 7 semiz kalını yeb ketganligini ve 7 yeşil başak bilan 7 quruq başaqni ko'ribdiman. Ey erbablar, sizlar agar tush tabirini bilsanglar, bu tushimga tabir berib beqinglar. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Ular aytdi: Bu bir qalaymaqan tush ekan. Biz munda qalaymaqan tushga tabir berishni o'qimaymiz. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.
Eyliqi ikkisining turmadan qutulgan va uzoq muddatdan keyin Yusufni eslagan birisi, "Men sizlarga bu tushning ta'birini aytib beralayman. Meni Yusufning yiniga avatinglar" dedi. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Onu evetişti. O türmege berip Yusuf'nın yeniga kirdi de, "Ey rastçıl Yusuf, 7 oruq kalının 7 semiz kalını yep ketkenlikini ve 7 yeşil başak bilen 7 quruq başakni körüp düşügen düşünün tabirini bizge aytip bersan, men onu kishilarga, yani padişahqa ve onun devlet erbablarına xabar qilsam, ular senin fazlingni bilsin" dedi. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Yusuf aytdi, 7 yıl üzüldürmey terikçilik qılыңlar. Alğan hosulunglardan yiyiş üçün azgınısını xaman tepkendin taşqırı, qağınını miti düşüp ketmestiki üçün başqı bilen qoyunglar. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Şuningdan keyin qahatchilik bo'ladigan 7 yil keladi. Bu yillarda ilgari to'plagan ochliqlaringlardan uruqliq uchun saqlab qo'yiladigan ozg'inisidan boshqa hammasini yeb tugatsizlar. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Şuningdan keyin mo'lchilik yillar keladi. Uningda yo'l yig'in ko'p bo'ladi. Kishilar meyvelerden türlük içimliklerini sıkıp çıkardı. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Saqi padişahqa berip Yusuf'ның onun düşüge bergen tabirini aytqandan keyin padişah onu aldımğa elip kelinglar dedi. Padişahның elçisi Yusuf'ның aldığı barganda Yusuf elçiga xo'jayiniga qaytib berip uningdan heliqi qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamdi so'rab baqqan. Şübhisizki mening Rabbim ularning helisini obdan biladi dedi. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Padişah, sizler Yusuf'tan münasebet ötküzüşünü talep kılgınınlarda hakiki ahvalınla kandak boğan dedi. Ula, Allah paktör, Yusuf'ta azrak mı günah ba deb bilmeymiz dedi. Azizning xotini, emdi hakiki ahval aydınlaştı. Men onun bilen münasebet ötküzüşünü talep kılgan idim. Yusuf hakikaten rastçılardan idi dedi.
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Yusuf aytdi. Bu, yani padişahның elçisini qaytırıp etkenlikim, aziz yo'q chaqda xotiniga xiyonat qilmaganligimni va xoinlarning hilisini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini azizga bildirish uchundir. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Men özümni aqlamayman. Nefsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuriydi. Rabbim rahmat qilgan odam buningdan mustasno. Mening Rabbim haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Padişah, Yusuf'ni aldımğa elip kelinglar. Onu özümning xas adimim qilaman dedi. Yusuf onun bilan so'zlashyotganda u sen bugün bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchlik odamsan dedi. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Yusuf, meni zaminning xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini biladigan, obdan saqlay oladigan odamman dedi. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Biz Yusufni zaminda xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Rahmetimizni xohlagan bandilarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaymiz. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. İman etqan və taqvadarlıq qilganlarga ahiretning savobi elbette bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Yusufning qarindoshları kelib, Yusufning qishig'i kirdi. Yusuf ularni tonidi. Ular bo'lsa Yusufni tonimadi. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Yusuf ularga ehtiyojliq oshliqni tayyorlab bergandan keyin aytdi. Sizlar mening oldimga ati bir ukanglarni, ya'ni Bunyaminni elib kelinglar. Mening oshliqni to'liq o'lchab beradiganligimni va nihoyatda mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. Agar uni oldimga elib kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yanimga yaqin yo'lamanglar. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Ular biz uni atasidan so'rab, sening oldinga elib kelishga tirishimiz. Biz cho'qim mushunda qilamiz dedi. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم
لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Yusuf xizmetçileriga ularning ochliq setib olgan mol mulklarini yük taqinlarining orasiga selib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni tonib qaytib kelishi mumkin dedi. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Ular atasının aldığı qaytib borganda, ey atimiz, Mısırның padişahı bizga qayta açlıq bermez bo'ldi. Ukimizni, ya'ni Bunyaminni biz bilan birga avatgin. Shunda qilsang, açlıq alalaymiz. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz dedi. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Yaqub ularga aytdi. Onun to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindishi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Alloh yaxshi saqlovchidir, eng mehribondir. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Ular yüklerini aşqanda, açlıq setib algan mal mülklerinin özleriga qaytırıp berilganligini gördü. Ular, atimiz, biz buningdan artıq yana nima talab qilamiz? Bu mal mülkimiz bizga qaytırıp berilibdi. Ukimizni elib yana basaq, ailemizga açlıq elib kelimiz. Ukimizni muhofazat qilamiz. Bir to'ga açlıqni ortiq olamiz. Bu, yani bir to'ga açlıq padişah uchun ozg'ina açlıqdir, dedi. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Yaqub aytdi. Bunyaminni qo'g'dashda hammanglar halok bo'lmasanglarla, cho'qim men qaytirib elib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib, chin va'da bermagicha uni sizlar bilan birga avatmayman. Ular, ya'ni o'g'illari unga qasam qilib, chin va'da bergandan keyin Yaqub bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir, dedi. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. O yana, ey o'g'illarim, Misrga hammanglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozalardan kiringlar. Allohning qadosi oldida men sizlardan hech narsani deb qila olmayman. Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim. Tevekkül qilg'ichilar Allohga tevekkül qilsin, dedi. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم
ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ular atasının buyruğu boyunca başka darvozalardan kirganda bu Allah'ın qazası aldıda ular üçün hiç narsaga dal bololmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidini ifodaladi xolos. Biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egisidir. Lekin kishilarning to'lisi taqdirining sirini bilmaydi. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Ular, yani Yaqubning ballari Yusufning oldiga kirganda Yusuf ukisini quchoqladi va "Men haqiqatan sening qarindishing bo'laman. Ularning bizga qilgan ishlaridan qayg'urmag'in" dedi. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Yusuf ularni ehtiyojliq ochliq bilan ta'minlagandan keyin qadahni ukisining yuki ichiga selib qo'ydi. Ondan bir jakarchi kelib: "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb tovladi. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Karvondagilar ularga qarab: "Nimanglarni yo'qotib qo'ydinglar?" dedi. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Ular padişahning tamg'isi besilgan qadahni yo'qotib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir to'ga ochliq berildi. Men buningga kepil dedi. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Ular Allah'ning nomi bilan qasamki, sizlar bilsizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Ular, yani Yusufning xizmatchilari, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukinglardan chiqib kelib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar-chu dedi. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Ular uning jazosi qadah bilan tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz mushundaq jazo beramiz dedi. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Ular Yusufning ukisining yukini aqtirishdan ilgari ularning yukini aqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukisining yukidan qadahni tepib chiqdi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik.
Misr padişahının qonuni bo'yicha Yusuf ukisini elib qololmaydi. Lekin Allah uning shunday qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajalarga ko'taramiz. Her bir bilimdar ustida uningdan mu bilimdar zot bor. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Eğer u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deyishdi. Yusuf ular qilgan bu so'zni ichida bildi. Lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida: "Sizlarning mavqiyanglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Allah obdan biladi" dedi. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Ey Ali Cenab Zat, onundan ayrılalmaydigan bir qeri atısı ba. Onun ornuğa bizning birimizni elib qolgin. Biz seni haqiqatan yaxshilik qilguvchilardan hisoblaymiz dedi. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Yusuf: Allah saqlasın. Nersimizni kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Ula Bunyaminning o'rniga o'z arasidan birisini elib qilishga Yusufning ma'qul bo'lishidan umidsizlangandan keyin chetrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ngi aytdi: "Atanglarning sizlardan qasam qildirib va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatoliginglarni bilmamsizlar? Atam menga ruxsat qilmoqcha yoki Allah men uchun hukm chiqarmoqcha bu yerdan hargiz ayrilmayman. Allah eng adil hukm qilg'uchidir." ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Sizlar qaytib ketib atanglar bilan ko'rishinglar. Ondan aytinglar ki, ey atimiz, sening o'g'ling rostla o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsamiz ustidala guvohlik beryapmiz. Biz g'aybni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan chig'imizda uning o'g'irlik qiladiganligini bilmadik. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها
وإنا لصادقون. Biz turgan şehirden, yani Mısır'dan ve biz bilen bilinip mangan karvandan sorap bakın. Bizning sözümüz çokum rast. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Yakup aytdi: "Undaq emas. Nefsinla sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqamti qilib berishni Allohdan tilayman. Allah haqiqatan hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir." وتولى عنه وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Yakup ulardan yüz örüp, "Est Yusuf" dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab ikki ko'zi oqirib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. U to'lib toshgan ochiqini ichiga yutgan edi. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Ular Allah'ның namı bilen qasamki, sen Yusufni yad etiverip, hasrettin halak boluşqa tas qalıdığan yoki halak boluduğan boldun, dedi. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Yakup et. Men qaygı hasretimni faqat Allah qılı eytimen. Allah'ның bildirişi bilen sizler bilmeydiğen narsalarni bilaman. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ey oğullarım, berinla, Yusufni ve onun ufkisini izdenla. Allah'ның rahmetinden naümit bolmanla. Şübhisiz ki, fakat kafir kavimla Allah'ның rahmetinden ümitsizlenidir. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Ula Yusuf'ның qışığı kirginide, ey Ali Cenab Zat, bizge ve ailemizge açarçılık yetti. Aldınğa naçar ötmez mallar bilen kelip qaldık. Bizge yeterlik açlık bergin. Bizge sadık qılgın. Allah sadık qılgıcılarını hakikaten mükafatlaydı, dedi. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
Yusuf, sizlar nadan vaqtinglarda Yusuf va uning ukisiga nimalar qilganliklarini bilamsizlar? dedi. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Ula, sen rastlı Yusuf mu? dedi. O, men Yusuf, bu mening inim. Allah bizga marhamat qildi. Kimiki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, Allah haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi, dedi. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Ula, Allah'ның nam bilen qasamki, Allah seni haqiqatan bizden artıq qılıptı. Biz cezmen hata qılıptık, deyişti. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Yusuf aytdi. Bugün sizlar ayıplaşga uçurmaysizlar. Allah sizlarni kechirsin. Allah en merhametli zatdır. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Sizlar mening bu ko'nglikimni elib berib, atamning yuziga tashlanglar. Ko'zi ichiladi. Bütün ailangdagilarni ilib mening yenimga kelinglar, dedi. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Karvan Mısır'dan Şam'a qarab qo'zg'algan chaqda ularning otasi, ya'ni Yaqub alayhissalom, men cho'qim Yusufning hidini ilyapman. Sizlar meni aljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayot deydim, dedi. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Ula, yani Yaqubning nevrileri ve yenidik kişiler, Allah'ның namı bilen qasamki, hakikaten sen texçe burunqi qaymuquşunda ikensen, dedi. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Hoş haberci kelip köngлекni Yaqubning yüzüge taşladı. Onun közü içildi. Yaqub, men sizlarga Allah'ның bildirişi bilen sizlar bilmegen narsalarni bilaman demaganmidim, dedi. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Ula, ey atımız, günahlarımız için bizge mağfiret tiligin. Biz hakikaten hatalaştık, deyişti. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Yaqub, Rabbimden sizlarga mağfiret tileymen. Allah günahlarını hakikaten en mağfiret kılgıcıdır
bendilerge en mehribandır dedi. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Ula Yusuf'nın aldığı kirgende Yusuf atı anasını kucakladı ve Allah halasa Mısır'a aman isen kirinla dedi. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Adı anasını taxtıda olturğuzdu. Ula şahlağa tazım qilish adeti boyunca Yusufga sajda qilishdi. O, ey ata, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. O tushimni Rabbim haqiqatan rostga chiqardi. Rabbim meni zindondan chiqarish bilan qarindoshlarim bilan mening aramni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga elib kelish bilan menga ihson qildi. Rabbim xolig'iniga, ya'ni xolig'ini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. U haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Rabbim bana hakikaten padişahlık ata kıldın. Çüş tabirini bildirdin. Ey asmanlarını ve zeminni örneksiz yaratquchi zat. Dünya ve ahirette mening egemsen. Meni musulmon petimche qabzi ruh qilgin. Meni yaxshi bandalar qatorida qilgin dedi. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Mana bula yani Yusuf kıssası bir kısım gayb haberleri bulup biz onu sana vahiy kıldık. Ula yani Yusuf'nın qarindoshları onunğa karşı çare tedbir tüzüp bir kararga kelişkende sen ulanın yenidi yok edin. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Sen gerçi kişilerinin iman etişiga heris bolsanmı, lekin ulanın tolusu iman etmeydi. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Kur'an'ni tebliğ kılganlıkınğa uladın hiç kandak ecir talep kılmaysan. Kur'an fakat cahan ehli üçün vez nasihattir. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Asmanlarda ve ziminde Allah'ın kudretini gösterdiğin nurgun alametler var ki, ula onun yeniden dikkat kılmasından ötüp gitidi.
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. Ularning to'lisi Allohga shirik keltirib turib iymon etidi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqro qilish bilan billa boshqa ma'budlarga cho'qinadi. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ular Allohning azobidan birər jazoning o'zlariga tushishidan yoki ular sezmasdan qiyomatning tuyuqsiz yetib kelishidan amin bo'ldimi? قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Aytqin ki, bu mening yo'limdir. Men ro'shan dalilga asoslangan holda kishilarni Allohga da'vat qilaman. Manga ergashganlarmi shundoq qiladi. Alloh pokdir. Men mushriklardan emasman. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Biz senden ilgiri faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Ular, ya'ni payg'ambarga chin tutmaguchilar, yer yuzida sayr qilib yurib, o'zlaridan ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Oxirat yurti taqvodorlik qilganlar uchun albatta yaxshidir. Sizlar tushunmamsizlar? حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Hatta payg'ambarlar qavmning iymon etishidan umidsizlangan va qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganligiga jazm qilgan chaqda ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz xohlagan odamlarni qutqizdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmdan qaytarilmaydi. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ularning qissasidan aql egilleri albatta ibrat oladi. Qur'on yolg'ondan to'qilgan so'z emas. Lekin u o'zidan ilgari nozil bo'lgan samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchidir. Hamma narsani inchki bayon qiluvchidir. Iymon etadigan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir.